Assalamu alaikum. Keşke muammalarga salam. Ottawa şəhərindən salam Kanada. Ottawa şəhərinin piyodalar ko'chasida ketib berib, birdan naq maydonni keçib oldim. Hozir tushdan keyin soat 4. Hozir shu kishilarniki ishdan tushadigan vaqti. Belgiri bu piyodalar ko'chasi shundoq avod. Bu tushdan keyin 3-4lar bo'lgan chog'da butun hamma kishilarniki degan ishdan tushadigan, yanadigan chog'da bütün yo'lniki o'tirsiga oshxonalarniki bütün payda yo'lab qo'ymizmi? Talada sirtib tomoq yeydigan bir narsalarni tizib qo'yib, butunlay o'tirdi shu gullar bilan to'lgan shu virus sababli bütün hamma nimamiz shu o'zgarib ketdi. No, but like the one in Toronto is really very. Mayt burada şeycek çık. Yukarımız gerek burada. Virus sababli bütün dünya bir xil asla bir o'xshamaydigan darajada bo'lib ketdi. Hozir ko'rininglardek ishdan tushadigan chog' bo'lsa-mu, piyodalar ko'chasida odamlar shalom. Mal ko'chaniki nersidan parlament binosiniki oldidami qurilishlar bu ilgari sayohatlar liqida turib edi. Hozir u yerda odam osgan shu yerga birdan o'tirg'ach tushdankilik qahvarimni ichgach gap qilayda o'ylasam hech bir bo'lmay qoldi. U yerda ham varang chiqmoq ekan, maya jimjit ovozim chiqatamda chiqmaytamda mikrofonimni unutib qolganman. Ben sen qaranglar mushunda sirtdan hozir namoyish qilay deysammi, masalan har doim qishimda elib yuradigan bir narsalar bor, masalan bayramga shakli degandek. Masalan shu piyodalar ko'chasiniki shu tarafdan tortib boshiga piyoda bo'lsam-mu, jami meningki ustimdagi bu bayroqlarni, kiyimlarni ko'radigan bir kim 100 odam chiqamdi, chiqmamdi sizlar o'zinglar o'ylab ketmanglar. Hozirgi o'zida bu eng odam jiq bo'lishga tegishli vaqt piyodalar ko'chasida hozir odamniki ko'rib mana shu toza shu downtownniki o'ttirsa texi bu texi bütün hukumat organlari parlament atrofidagi binolar şey bo'lgandan keyin namoyish qilay deb bir narsani kiyib chiqsam bo'lmay deganimdek bu ko'chaning uchidan ham bir uchiga kelishni butunlay jimjitlikda qancha odam menga diqqat qiladi, qancha odam lozunklarimga bir qarab qo'ydi. 100 odam chiqmaydi. Lekin navodi kerak, men to'g'rida bir narsa qiladigan bo'lsam, Twitterga bir tweet assam, shu vaqtdagi o'zidan bir soat o'tmay, uningdagi ko'rilgan odamningki necha odam shu tweetni ko'rdi degandek son sifrlarni hammasini aniq ko'rgili bo'ladi. To'g'ridagi faoliyat amaliyotdagi namoyishdimi kuchlik. Bundan desam ham namoyish qilsa hech kim ko'mayotgan demanglar. Namoyishniki cho'qim qilishga tegishli bizning o'zimizniki bir iliqiy ifodamizni bildirish. Mening demoqchi bo'lganim hamda shu namoyishni qilgan namoyishlarimizni yoki bo'lmasa namoyish qilmasakmi, to'g'ridagi faoliyatlarimizni hammasini shu Twitterda qilsak, amaliyotga bu namoyishimda hech qancha odam ko'mgan bilan to'g'ridagi namoyishimni necha yuzlagan, necha minglagan, hatto necha 10 minglagan, necha 100 minglagan shunday odamlarga yetkazib bo'ladi. Biz dunyoga deyotganlik ishlarimizni. Shunga ko'pchilikni faoliyatlarni shu to'g'rida ko'proq barmoqlarimizni oyimizga o'zimizdagi ishlarga demoqchi.
Dahi tünügülen bir videonu çıkarıp koygandım. Ölüşkenki Nahmaydan sohbet programımızga bizniki subur qeyrindişimiz Uygurlarniki üçün Uygurlar avaz üçün avaz çıkartgan har kimde birek toplumay faaliyet kıldıgan Şularniki bir söktüden Arslan Hidayet yeni 4-5 qatnaşkan program iken aşniki azrak kısmını kesip eliplam bir ayrım bir minutlik bir video çıkarıp koygandım. Bunun deyilgen gibi şunda şun doğru gepler media degan amaliyotdagi tapanchadan quroldan kuchlik shunga qurol cheklangan facebookdan cheklangan twitter facebook va boshqa social media qurollari hammasi xitoyda cheklangan chunki nimishqa shu qurol bo'lganligi uchun deydi qurol bo'lganki bu cheklangan qurolni biz cho'qim ishlatishimiz kerak bu hech kim bizni bu facebook twitter ishlatishdan bir kim to'smaganligi bo'libmi Twitter degan haqiqiy jang sohasi va shu qilgan ishlarimizni faoliyatlarimizni shu Twitterda qilayli demoqchi ko'pinchisi o'zimniki bios tutqanlarim bor masalan Yaponiyada Turkiyada degandek ular bilan paranglashgan joydan ba'zida ularga so'zlayman hatto ta hozirgacha Twitterda ish qilganning hech qanday bir foydasi yo'q-ku Twitter bek jimjit-ku hech kim parvo qilmaydi-ku deb mundaq o'ylaydiganlar bor ekan mening qarindoshlarimning ichida shundoq Yaponiyadagi sonlar mana shundoq gaplarga unim yerim bo'lib ey singlim deb jiq gapgasamu shundoq demoqchi sizlar Twitter ishlatgan chog'da baribir haq diqqat qilmaydi-ku deb sizningki atgan har bir tweetingiz bir pay o'q Aşağıdaki bir son masalan boshqalar bizningki Uyg'urlar haqidagi xabarlarni chiqargan bo'lsa aşağıdaki tekdagi son seprlar bor-ku qancha odam ko'rdi qancha odam shu like yurak bosdi qancha odam retweetladi degan hech bo'lmaganda shularning ichiga bir sonni qo'sha olasiz degan gap shunga Twitter ishlataylik u baribir hech kim diqqat qilmaydi-ku emas haqiqiy diqqat qildigan ya o'sha shu shunga xalqman baribir diqqat qilmaydi-ku demay siz faqat ishingizni qilsangizdan bo'ladi masalan video ishlash mening ishim boshqalarniki ko'rish ko'rmaslik taqdish taqatmaslik ularniki ishi men faqat o'zimniki ishini joyida mushu qilishga tegishli ish deb qilib maqanliklarim shuniki o'zi shu to'g'ri yo'l ish shunga ko'pchilikni Twitterda meni hech kim ko'rmaydi-ku baribir meniki mom agishdiganlar ozku demay to'xtab to'xtamay shu Uyg'urlarga oid xabarlarni shu nurg'un narsalar bor faoliyatlarimizni to'xtamay Twitterda haq ko'rmaydi demay taqdirlaydi bo'ldimsa ko'pchilik xayr xo'sh uyga qaytib yana StreamYard live necha bo'lmana xayr xo'sh qo'ytoy meniki bir narsa on minutlik nahmaydan qilay desam hozir 8 minut hamda 8 minut o'tgan hoşgeç 10 minut to'shquz olaymi deydigan gapirim deb qoldim avtobusum var Hakemem small black coffee bo'ldi xayr xo'shamsa tavsiya qiladigan videom shu videodagi kayniga olmuştu yazıp qo'yay o'lish tunugun gilam chiqargan bir minutlik shu media to'g'risida haqiqiy qurol deb amaliyotdagi haqiqiy quroldan kuchli bo'lgani shu media shuning uchun cheklangan degan bir qisqa video bor anankin uninki ostida bütün olunuşum var shu olunuşni yozib qo'yinglar olunuşni ichib ko'rib beqinglar shunda biz to'g'riliq deyilgan gaplar degandek Twitterga chiqib qatman diqqat qilmaydi-ku baribir meniki hech kim baharlamaydi-ku diqqat qilmaydi-ku demay baharlaylik
deganimdek piyodalar ko'chasidami shu navod man o'zim yolg'iz namoyish qiladigan bo'lsam meni ko'rdigan odam yuzga to'shmaydi lekin twitterga chiqqan chog'da shu chog'da his qilasiz o'zingiz bir narsalarni yo'llab beqib o'zingizga yo'llagan narsalarniki son separlarni ko'rib beqing cheklangan qurolni ko'proq ishlataylik xayr xo'sh